900 mingta bo'ldik. Rahmat hammaga. Nimaga hamma uni qo'llashda davom etyapti? Qandoq qilib bunchalik mashhur bo'lib ketganiga hech tushunolmayman. Hobbini obunachilari bo'lsa tinimsiz kamayib ketyapti. Buni sababi-ku Oyday Ravshan anchadan beri birorta video qo'ymagandan keyin shu-da. Shunga qaramasdan ham hali ham uni shunaqa hayotiga qiziqib kutayotganlar ancha topiladi. Kim bilsin, ular yana qancha vaqt kutarkan-a? Qanaqa qilib 1 million obunachiga chiqib olsam-mikan? Boshim qotib qoldi. Hoy, Snaper. Yana nima xohlaysan? Hobbini qattiq yashashni bilasan-ku, to'g'rimi? Ertaga uni maktabga olib kel. Hobbinga sotqinlik qilishimni xohlayaptimi? Agar ertaga Hobbini maktabga olib kela olsang va biz 1 million obunachiga chiqsak, seni eski ishingga qaytarib qo'yaman. Shunaqa ham yoqimsiz odam bo'ladimi? Lekin albatta, menga ishonir. Mani imkon